Salomat bo'ling. Beknazar Sherdanov iloyim ovoz san'ati ko'z tegmasin. Doim mana shunday xalqimiz to'ylarida charchamang. Doim mana shunday yaxshi to'ylarda xizmat qilish Allohimdan sizga nasib etsin. Shodlik ila atalgan shodiyonangiz muborak. Shodlik ila atalgan shodiyonangiz muborak. Husni jamoli yarashgan koshonangiz muborak. Yor bilan kelibsiz davramizning to'riga, bir-biriga yarashgan baxt o'yingiz muborak. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli uzoq va yaqindan kelgan qadrli mehmonlar va hamda mezmonlar, davramizni bezab turgan, to'g'ri satol qo'nqiladigan pahlavon yigitlar, go'zallikka tengi bo'lgan chiroyli qizlari, ulug' otajonlari, aziz onaxonlarimiz, ushbu bugungi shodiyona kechamizga hammang uchun aniqli, hammang uchun taniqli bo'lgan bugun oliy qadr insonlar xonanda mana bugun Sherdanovlar avlodi Ismoil akamiz hamda Oysoat opamiz xonanda bugun katta shodlik, bugun katta shodiyona, bugun farzandining to'y tantanasi ekan. Bugun davramizning kelin-kuyovlari, kuyov ukamiz Hayit Murodjonning sevimli yori, muhabbat dildori, davramizning farishta malikasi bo'lgan bugungi kunda kelinimiz Xursanay xonim. Men Hayit Murodjon hamda Xursanay xonning bugungi baxt to'ylari bilan, turmush to'ylari bilan shaxsan o'z nomimdan qo'li davramizda xizmat qilib kelgan video operator Serquyosh To'yingizning barcha nohiyalarida xizmat qilib kelayotgan YouTube'larda o'zining sevimli hamda chiroyli tasvirlari bilan video tasvirga olib kelayotgan o'zimizning do'stimiz Aslan Media studiyasi nomidan hamda mana bugun mana shu qishloqdan qaynab chiqqan Beknazar Sherdanov nomidan Semeta muzika sohiblari Sardor akamiz nomidan hamda barcha 2003lar nomidan siz kelin-kuyovlarga bitmas tugalmas Allohimdan baxt tilaymiz, bir umrga baxtli bo'linglar. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Hamisha omad sizlarga yor bo'lsin. Shu qishloqning, shu mahallaning eng sevimli oilasi, qadr qimmatga boy, hurmat sazovor bo'lishingizni yolg'iz Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi baxt to'ylaring muborak bo'lsin. Hayit Murodjon hamda Xursanayxon omad sizlarga yor bo'lsin. Qadrli mehmonlar, endi keling. Mana bugun ikkala yoshning baxt to'yi. Baxt to'yiga atalgan baxtli dasturxonga bir chiroyli qarsaklar bilan kelin-kuyovlarimizni hamda do'stlik dugonasini o'tirishga ijozat beramiz. Qani bir qarsak bo'lsa kelin-kuyovlarimizga. Marhamat kelin-kuyovlarimiz baxt taxtiga o'tiriblar. Marhamat kelin-kuyovlarimiz. Qadrli mehmonlar, mana bugun Ismoil akamiz hamda Oysoat opamiz o'zining obro'-e'tiboriga qarab xalq uchun, eli uchun to'y beribdi. Ushbu baxt davramizga xush kelibsizlar deb, davramizni ochiq deb e'lon qildi. Salomat bo'ling, xush kelibsizlar mehmonlar. Qadrli mehmonlar, san'atsevar o'zbek xalqim, endi tinglang. Mana bugun Hayit Murodjon hamda Xursanayxonning baxt to'yiga o'zining dillarama qo'yish taqdim etgani kelgan sizlarning sevimli san'atkoringiz Beknazar Sherdanov barcha qo'shiqlarini siz azizlarga havola etadi. Kuygan ko'ngli kuy istaydi. Kuyni tinglamasang bo'lmaydi. Qalbni so'ldirish uchun sahnada Beknazarjon Sherdanov kuylaydi. Barcha mehmonlar marhamat davraga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Kelin-kuyovga vaqt tilaymiz. Baxtli bo'linglar. Hayit Murodjon. Marhamat, qo'shiqlar sizlar uchun. Yaş bağladay külmeydi gözüm, yorgan emas her aytgan sözüm, gözümden ötkenni bilib ko'zim, onam xasta bo'lib qolgan kun, so'rayin Allohdan, so'rayin Allohdan, onalarga uzoq yosh bersin. So'rayin Allohdan,
yig'laydi ko'zim. Yolg'on emas har aytgan so'zim. O'zimdan o'tganni bilib o'zim. Onam xasta bo'lib qolgan kun. Ko'z yosh to'kdim ichimdan to'lib. Qolgandayman bir kun so'lib. O'ylagandim qolarman o'lib. Onam xasta bo'lib qolgan kun. So'rayin Allohdan, ay so'rayin Allohdan, onalarga ozod yosh bersin. So'rayin Allohdan, ay so'rayin Allohdan, onalarga yuz yoshlar bersin.